Nogiron bankdan kredit olsa kelgandik. Keling. Nima chizyapsiz? Siz rasmiydi. Yaxshi, indikda mantiqiy savol beraman. Javob bersangizlar, o'zim nogiron bank boshlig'i sifatida kredit ajrataman. Rozimisizlar? Ha, rozi, zo'r bo'laydi lekin. Mani uyimda bitta kuchugim bor, uni oti nima? Yo'q, unangim. Sani kuching otini qiylamayapmiz bizda. Osonlashtiraman, bosh harfi Z dan boshlanadi. Zdan? Z zo'rroqmi? Yo'q. Zombimi? Yo'q. Zizi. Yo'q. Topolmadik. Nima oti? Nima? Oti Tuzik. Unangim yo'q. Qani bu yerda Z? Bosh harfi T-ku buni. Qani bu yerda Z? Zato o'rtasida Z bor. Bu jiylargan Turkiya kredit beringlar desang bo'ladi-ku. Menga qaranglar, ana shu boshliq bilan men qarindoshligim bor. Agar ana kuchugim raqam topsangizlar, men o'zim yordam beraman. Yana kuchuk. Tuzukmi oti? Yo'q, bosh harfi O dan boshlanadi. Odam? Olaparmi? Yo'q. Oymomanmi? Yo'q. Bu endi topolmading nima? Bu bek.